10 yoshgacha bo'lgan bolalarning orasida eng ko'p uchraydigan parazit bu asterissa hisoblanadi. Xalqimiz buni oq gijja, qilbosh gijja shunaqa nomlar bilan atashadi. Nima uchun bu parazit bolalarning orasida juda ham ko'p uchraydi? Sababi tarqalishi juda ham oson. Agar ushbu parazit bilan kasallangan bola tunda uxlab yotgan bo'lsa, o'sha parazit tunda bolaning orqa chiqaruv teshigi atrofiga o'zini minglab tuxumlarini qo'yadi. Bu bolada qichishishni keltirib chiqaradi, bezovtalikni keltirib chiqaradi. Bola o'sha barmoqlari bilan o'sha terisini ushlaganda, qashiganda bolani tirnoqlarini ostiga, barmoqlariga o'sha tuxumlar o'tirib qoladi. Agar bola bog'chaga boradigan bo'lsa, o'sha ishini bog'chada qiladigan bo'lsa, o'sha notoza qo'li bilan o'yinchoqlarni ushlashi mumkin, idish-tovoqlarni ushlashi mumkin. Keyin boshqa sog'lom bola kelib, o'sha o'yinchoq idishlarni ushlagan vaqtida o'sha sog'lom bolaga ham tuxumlar o'tadi. Tuxumlar juda ham yengil bo'ladi, osongina bir joydan boshqa joyga uchib o'tishi ham mumkin. Keyin sog'lom bolani yoki o'sha o'zi kasal bo'lgan bolani og'ziga yana qayta o'sha tuxumlar tushadigan bo'lsa, sikl yana o'sha davom etaveradi. Bundan qutulish juda ham qiyin bo'ladi. Buni davosi qanaqa? Asosan juda ham kuchli, qat'iy amal qilinadigan gigiyena, jigarni himoya qiluvchi dorilar, antigelment dorilar va o'sha tuxum qo'yishlari sonini kamaytirish uchun tunda bolani orqa chiqaruv teshigiga vazelin yoki turli xil surtmalardan foydalanib, ma'lum miqdorda parazitning ko'payishini oldini olib turiladi. Shu tariqa davo olib boriladi.